Kuyovim farzandli bo'la oladimi, yo'qmi, shuni aniqlab berasan. Menga merosxo'r kerak. Meni bitta qizim bor. Agar kuyovimdan farzand bo'lmasa, bugunoq ajratib olaman. Tushunarli. Doktor, qarang. Yaxshi. Tabriklayman. Siz farzandli bo'la olasiz. Doktor, yangilikni o'zim aytaman. Xullas, men farzandli bo'la olmas ekanman. Mana nima degandim? Qizim, bu bironta farzandni dunyoga keltira olmasa, bunaqa erri nima keragi bor? Ey qizim, ko'zingni och. Menga merosxo'r kerak. Shuncha boyligim, mol dunyom, zebu ziynatim, shuncha narsa kimga qoladi? Sen bitta qizimsan. Bugunoq ajrashasan. Gap tamom vassalom. Yo'q. Dada, iltimos, hayotimizga aralashmang. Biz baxtlimiz. Men erimni yaxshi ko'raman. Bizga bir so'm pulingiz kerak emas. Bir umr befarzand bo'lishga ham roziman. Keting, iltimos, dada. Keting. To'xtang. Biz farzandli bo'la olar ekanmiz. Nima? Shunaqa. To'g'rimi, doktor? To'g'ri. Istagancha farzandli bo'la oladi. Faqat ozgina sabr qilinglar. Shuncha yildan beri erkaklik g'ururimni oyoq osti qilib keldingiz. Chidadim. Ana endi ko'rishing. Men ham erkak ekanmanmi? Qizingiz gaplarini eshitdingiz. Bizga rostdan ham sizni bir so'm pulingiz kerak emas. Biz shundoq ham baxtlimiz. Siz undan ko'ra merosim kimga qolarkin deb emas, men ham nevarali bo'ling, Alloh deb duo qiling. Shunda to'g'ri niyat qilgan bo'lasiz. Ketdik. Doktor, rahmat sizga.